hokimimiz Erkinjon Ahbotovich mana shu mahallaga kelib, bundan 6 oy oldin, 7 oy oldin kelib turib, mana shu jarayonni o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi mahalliy byudjetdan mablag'ni ajratib berib, shuni hisobiga mana bugun hozir o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar. Mana shu binomiz yana qaytadan ta'mirlanib, mana shu yerdagi xalqqa xizmat qiladigan bo'ldi. Hammalaringga mana shu bino muborak bo'lsin. Binomiz shu vaqtgacha biror marta ta'mir bo'lmagan, ta'mirlanmagan. O'tgan 25-yil iyun oyida bu yerga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov tashrif buyurib, yerdagi ambulatoriyadagi sharoitlarni ko'rib chiqib, keyin o'zi viloyat mutasaddilariga topshiriqlar berdi va mana shu binoni to'liq rekonstruksiya qilib, jihozlab berish topshirig'ini berishdi. Mana Xudoga shukr, bino to'liq ta'mirlandi. Issiq suv, sovuq suv, ichkarida to'liq zamonaviy apparatlar qo'yildi. Mana shunday sharoitlarni yaratib bergani uchun muhtaram prezidentimizga katta tashakkur aytamiz.